O'sha bulog'ichdan mana shu yergacha. Mana katta uy. Uzunligi 21-22 metr, eni 8, darvozaxona to'g'ri 20. 3 xona uy, bir ayvoni bu tomonda. Darvozaxona ki mehmonxonaga mo'ljallangan. Mana hovli so'tigimiz 12 so'tik. Hovli devor erilgan, xo'jaliklar yashayapti. Havuzda suvi, sveti bor. Mana qo'shni tomon. Katta uy bilan qo'shnining o'rtasida 16-17 metr joy bor. Mana hovli, mana uy kichkina uyimiz. Времени katta-katta, mana og'ilxona qurilgan. Mana so'tik devorlar ham o'sha erilgan. Mana so'tik devor. Mana darvozaxonamizda yog'ochlari 16lik yog'och, 18lik deydi, nechilik. Xullas, mana shu darvozaxonamiz. Mana teraskamiz ham yog'ochi. Bu yerda bironta terak yo bir tol yo bir balyobatlar aralashmagan. Mana erbirlar to'zib turibdi, e'tiborga olish yo'q. Montaj hamma narsasi bugun shu yerlardan chiqdi. Mana yashab turgan uyimiz. Remonti bo'lgan. Mana shu bitta remonti bo'lgan xona. Mana bugungi sanamiz 17-mart. Ro'zaning oxirgi daqiqa, oxirgi kunlari nasib bo'lsa 2026niki. Mana shu hovli. Qiziqqanlar bo'lsa ko'raversin.